Yosh oila alohida yashashi kerakmi? Bu juda ham bir dolzarb mavzulardan biri. Aslida har bir oila o'zini sharoitdan kelib chiqqan holatda kattalar bilan kelishib bir qarorga kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda yosh oilalar kattalar bilan yashashni ma'qul ko'radi. Chunki kattalar farzandlarini tarbiyasiga yordam beradi, uy ishlariga ko'maklashadi, ishda bo'ladigan bo'lsa ovqatlarni tayyorlab qo'yishi mumkin. Qaynona qaynotani foydasi juda ham ko'p. Ba'zi oilalar bor, har kuni uyda janjal, bir-biri bilan kelisha olmaydi. U uyda bunaqa muhitda yashaganda nabiraga, yosh oiladan farzandlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana bu holatda o'zaro munosabatlarni ko'rib chiqib, yechim topgan ma'qulroq. Shunday ekan, har bir oila o'zaro munosabatlaridan kelib chiqqan holatda qaror qabul qilish kerak. Lekin yoshlar bu qarorga kelishdan oldin shoshmasdan har bir narsani taroziga qo'ygan holatda ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Yoshlar o'zaro munosabatlaringizni to'g'rilashni xohlasangiz, kechinmalaringizni to'g'ri tushunishni istasangiz, unda kommentariyga 5 sonini yozib qoldiring. Men sizga to'liq video darslik yuboraman.